Yer yuzida yaxshilik deb atalgan ismning muallifi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu yomon bu, bundan saqlanishimiz kerak degan bizning ya'ni g'ayratimizning asoschisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yetganlarida bir bolani ko'rganlar. U bola boshqa bolalarga aralasha olmayapti. Ular bilan o'yna olmayapti. Shunga kelib, "Ey o'g'lim, sen nimaga bular bilan o'ynamayapsan?" deganda, "Bularning otasi bor. Meni otam yo'q, yetimman" degan. Yetimlikda qalbga o'yin sig'adimi degan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom boshini silaganlar. "Xafa bo'lma, bolam, men ham yetimman. Men ham yetim bo'lganman. Xohlasang seni dadang bo'laman" deganlar. Oysha seni onang bo'ladi, Fatima ammang bo'ladi, opang bo'ladi deganlar. Alini aka qilasan deganlar. Bolani ko'nglini ko'targanlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom tug'ilganlarida yetim edilar. Alloh subhanahu va taoloning hikmati, ilohiy qadari edi bu. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalomga shunday buyuk vazifa yuklanayotgan ediki, endi qiyomatga qadar inson zoti to'g'ri yo'lni topmoqchi bo'lsa Rasulullohdan mo'ljal olish kerak edi. Shu zot endi dunyoda suyanadigan zotlari yagona Alloh ekanligini yoshligidan his qilishlari kerak edi. Shuning uchun Alloh taolo u zotni kimnidir qo'liga topshirib qo'ymadi. Minnat qiladigan, ta'na qiladigan odamning birortasi Rasulullohni qo'llab-quvvatlagani yo'q.